Qayta og'risa pediatrga yo'q, qayta og'risa pediatrga olib keladi, просто pediatr yo'naltirib bersa rozi bo'lmaydi-ku pediatrda. O'zi bizda tibbiy bilim jicha pastroq, o'zi ochiq aytamizda. Misol xalqimizda tibbiy bilim umuman bu yerda ayb bizda ham, chunki hali xalqimizga qaysi kasallik, qaysi mutaxassislik kasalligini hali to'liq o'rgatilganimiz yo'qda. Misol qorin og'rib kelsa ham pediatrga keladi, tomoq og'rib kelsa ham pediatrga keladi, quloq og'rib kelsa ham pediatrga keladi. Misol quloq og'rig'i o'zi lordi kasalligida, tomoq og'rig'i ham lordi kasalligi. Endi hozir iloj yo'qligidan lorlarga kasal qolmagandan lorlar faqat shu burun bilan olishib qolishgan xolos. Burun rinit bilan burni oqib kelayotgan, burni bekib qolayotgan bolachani hech kim lorga olib bormay qo'ydida. Laringit bolani, tanzilit bolani, misol katral angina holatidagi tomoqlari shishib ketgan bolani hech kim lorga olib bormay qo'ydi. O'zi oldin ham olib bormasdi, hozir ham olib bormayapti. Iloji yo'q, ular faqat operativ yo'lga o'tib ketib qolishdi. Xalqimizga biz qaysi kasallik, qaysi mutaxassis kasalligini hali to'liq o'rgatolmayapmiz. Plus kasalliklarda bo'lib berib, misol seni ko'zing og'riyapti, ko'zingga toshma toshyapti yoki ko'zing qizarib shishib ketibdi, bor glazmaga bor, okulyustga bor. Quloq og'riyapti, quloqlar shishib qolgan, tomoqlari bezlari shishib qolgan, quloqdan massa oqib qolibdi, lorga bor. Burni bitib qolibdi, ko'radi, burunlarda shish bor. Peshonasida og'riq, gamyarit bo'lyapti yoki frontit bo'lib qolgan, buni bor, lorga bor. Badanda toshma toshyapti, bor, dermatologga bor. Bolaning yuragida shumi bor, yuragi yaxshi ishlab bermayapti, kardiologga bor. Oshqozon hazm faoliyati yaxshimi? Yaxshi yoki yaxshi bo'lmasa, gastroenterologga bor. Nafas yo'llari yaxshimi, yaxshi emasmi? Pulmonologga bor, nafas yo'lida muammo bo'lgan. Yo'naltirib berish dastlabki bosqichlaridagi yengil holatlarda davolash va asosiy og'ir kasalliklarda o'zini mutaxassisga yo'naltirib berish pediatr vazifasi. Pediatr lorga olib boring desa, o'zingiz dori yozib beravering. Yana olib boraman bolani. Qayta og'risa pediatrga yo'q, qayta og'risa pediatrga olib keladi, просто pediatr yo'naltirib bersa rozi bo'lmaydi-ku pediatrda. So'kadi, nimaga tuzatmaysan, nimaga dori yozmaysan, pediatrsan-ku. Mening mutaxassisligim emas, uni nimaga oq xalat kiyib o'tiribsan? Endi aholimiz tushunmaydi. Misol o'zini sohasi bor degan narsani tushunish qiyin-da. Misol bu narsa o'zimizni boshimizdan o'tadi yoki qabulxonalarda tursak keladi-da. Laringit bilan kelib qoladi. Bu pediatrda ish emas-da, ularning. Lor ishi. Lor davolash kerak. Infeksion virusli holat lor davolash kerak. Ovoz boylamlari, tomoqdagi yallig'lanishlar, shishlarning hisobiga bo'g'ilib lorga borish kerak. Tanzilit bilan keladi, lorga borish kerak. Rinit bilan keladi, lorga borish kerak. Qorin og'rib, dam bo'lyapti, endi mayli, boshlang'ich darajada biz davolab qo'yaveramiz, lekin ichakdagi oshqozon hazm faoliyatining o'tkir buzilishlari, misol laktozani yaxshi, misol ona sutini yaxshi hazm qila olmaslik, bunaqa gastroenterologik kasalligi, surunkali qabziyatlar, gastroenterologik kasalligi. Gastroenterologga bor desak, kim u deydi aholimiz. Va gastroenterolog kimligini hali to'liq uqtira olmadi aholimiz. Bolani qorindagi oshqozon hazm faoliyatidagi muammosi bo'lsa, gastroenterologga borish kerak degan tushunchani to'liq uqtirib olishimiz kerak. Misol detskiy urolog muammo bo'lyapti hozir xalqimizda. Bolalarda sidiola sist deydi. Pediatrga olib keladi, sist, bolam sist achishyapti, kam-kam siyapti, oz-oz siyapti, siygan yig'layapti, sidigida osil chiqdi yoki sidigida bakteriya chiqdi. Detskiy urologga olib borish kerak edi uni. To'g'ri, pediatr ko'rib nechini ham qilib beradi, lekin o'zining mutaxassisi bor uni ham. Misol qizamiq bo'lib qolsa bola pediatrga olib ketadi. Infeksionist o'zining reklamasiga qizamiq bo'lsa menga olib kel, suvchechak bo'lsa menga olib kel. Mana hozir bolalarda avjiga chiqdi, ko'ksak degan virus, enteroviruslar chiqdi. Infeksionist menga olib kel deyish kerak edi o'shani. Pediatr davolayapti hozir. Har bitta mutaxassis o'zini o'sha kasalliklarini aholiga yetkazib turib, menga olib kel, menga olib kel. Mana shu mening mutaxassisligim, men davolayman desa, keyin aholida tibbiy bilim, qizamiq bo'lsa men infeksionistga borishim kerak ekan. Misol suvchechak bo'lsa unga borishim kerak ekan. Toshma toshsa dermatolog bo'lsa pediatrga emas, kojniy vrach dermatologga olib borishim kerak ekan. Bolamiz sochi to'kilyapti, dermatolog trixologga olib borishim kerak ekan degan. Soch to'kilyaptimi? Pediatrga keladi. Suyaklari qiyshayib qolyaptimi? Pediatrga. Travmatolog, ortopedda mana endi odamlarga ongiga singdiryapmiz. Bolani oyoqlari qiyshayib qolsa, mayma bo'lib qolsa, ortopedga olib borish kerakligi, massajga olib borish kerakligi, fizioterapiyaga olib borish kerakligini mana endi aholimizga singdiryapmiz. Uni faqat pediatrga olib boradi. Misol har bitta mutaxassislar o'zining sohasini, o'sha kasalliklarini tatbiq qilib, hammasi o'zining kasalligini o'ziga tortib olsa, bitta mutaxassisga yoki bitta soha vakillariga nagozga tushib ketmaydi. Hamma soha mutaxassislari o'zini kasalligi bilan tor doirada shug'ullansa, har bitta kasallikda yengil, oson, zamonaviy yechim topishga harakat qiladi. Bir kunda 100 ta kasallik bo'ladi, pediatr qayerdan o'zini ustida ishlashga vaqt topsin? Qayerdan shu sohani rivojlantirsin? Qayerdan yangicha davolash usullarini o'ylab topsin? Yangicha davolash usullarini o'ylab topayotganlar lorlar, urologlar. Nimaga? Chunki ularda o'zi kasalgan, bitta kasal bilan xotirjam shug'ullanadi, o'sha kasallik bilan izlanishga yetarli vaqti bor. Ayni kuniga 100 talab kasal ko'rmaydi-da, oqim bilan eshikda 20 ta bemor taqillatib bolasini yig'latib ushlab turmaydi-da. Bitta bemorga 5 minut, 10 minut zo'rg'a vaqt ajratadi pediatr. Endi bo'lmaydi. Bitta bemorga 40 minut, yarim soat kelsa, 1 soat vaqt ajratsa,
ham yaxshi diagnoz qo'yiladi, ham kam dorilar bilan tezroq tuzaladigan tashxis qo'yilib dori yoziladi, ham ota-onaga yetarlicha tushuntiriladi. Ota-onaga yaxshi tushuntirilmaydi, bolaga dori yoziladi-da, eshitadi 20 tasi to'polon qilib turgan bo'ladi, tezroq bo'l deb. Bolaga ham chala-chulpa lechini, o'zining immuniteti va chala-chulpa lechini bilan tuzalib ketadi bola. Ota-ona ham shu bilan xursand. Ha deb hamma soha vakillari internet tarmoqlarida shifokorlarga bo'lgan haligi nagruzka, bosim, norozilik hislari kamayadi. Shifokorda ishlashga oldin vaqti bo'lishi kerak bemor bilan shug'ullanish kerak. Buning uchun biz shifokorlar o'zimiz qilishimiz kerak. Ya'ni har bitta shifokor o'zining sohasi mutaxassislarini o'zi talab qilib olsin va o'sha sohaga yo'naltirsin e'tiborini, tushuntirsin aholiga.